Xo'p, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan buxgalteriya haqida gaplashamiz. Buxgalteriya o'zi nima uchun kerak? Buxgalteriya bu sizni tadbirkorni yoki biznesmenni hisobotlarni yurituvchi yoki ichki hisobotlar, tashqi hisobotlar, moliyaviy jihatdan ham hisobotlarni foyda yoki zarardaligini chiqarib beruvchi shaxs yoki kasb yoki bu ham bir biznes desa ham bo'ladi. Siz uchun kerakli bo'ladigan omillardan biri. Buxgalteriya o'zi ichki hisobot va tashqi hisobot, ya'ni черный белый buxgalteriyasi bor. Черный qanaqa ishlanadi? Черный buxgalteriyasi masalan bitta joyda o'tirib ishlovchi, ya'ni bitta biznesda, tadbirkorda yoki bitta biznesda полный zararda yoki foydada kirim chiqimlari assotka bo'yicha полный ishlanadigani черный hisobot deyiladi. Bellik hisobot qanaqa bo'ladi? Bellik soliqlar bilan ishlovchi asosan tashqi, ya'ni shu korxonani tashqi tarafdan ko'rinadigan ob'yemlarni yoki shular bo'yicha soliqqa hisobotlar yuborib turuvchi belli uchot hisoblanadi. Bularni ichiga kirsak turlari juda ham ko'p. Men uni просто yuzaki qilib aytib ketyapman, umumiy jihatdan aytib ketyapman. Endi moliyaga keladigan bo'lsak, moliya bu sizni полный analitikis hisoblanadi. Ya'ni moliya bu qanaqa? Siz moliyada o'sha biznesingizni ko'ra boshlaysiz. Ya'ni biznesingiz qayoqqa qarab ketyapti, qayerga yuryapti, nimaga unday yuryapti, nima uchun unaqa yuradi, qachon shunaqa yuradi, qachon bunday yuradi, qachon bunaqa yurib bo'lgan. Ya'ni qachon biznesim o'sadi, nima qilsam o'sadi, qanday qilsam rivojlanadi, nima uchun tushyapti, nima uchun savdoyim past, foyda bo'lyaptimi yo zarar bo'lyaptimi, nima uchun foyda bo'lyapti, nima uchun zarar bo'lyapti, полный hisoblab sizni bir biznesdagi ikkinchi shaxsingiz desa ham bo'ladi. Siz pul tikuvchi bo'lasiz, ikkinchi shaxsiz sizni biznesingizni ko'rib boshqarib turadi. Buxgalteriya ham xuddi shunaqa. Buxgalteriya sonlar bilan ishlanadi. Buxgalteriya analitik va sintetik yo'llari bor. Analitik bu qanaqa desam bo'ladi? Analitik bu sizni masalan bitta biznesingizni ichigacha tarmoqlanib ketadigan rasxodlari bor deylik. Uni bu rasxod bunga ketyapti, bu rasxod bunga ketyapti, bu rasxod bunga ketyapti. Ya'ni analiz qilib ildiz qilib kirib ketadi. Ya'ni полностью sizni yoyma tarzda ko'rsatib beradi. Endi sintetik bu umumiylashtirilgani kiritiladi. Masalan, qanaqa? Bitta umumiy rasxod hisoblanadi, umumiy daromad hisoblanadi, ayrilganda yalpi daromad kelib chiqadi. Analitik bu ichiga kiradi. Masalan, rasxodingiz nima uchun rasxod qildingiz va qayerga rasxod qildingiz hisoblanadi. Masalan, soliqqa buncha, transport rasxodga buncha, yana ishchiga buncha, arendaga buncha deb hisoblab beradi. Bu analitik hisobot bo'ladi. Moliya va buxgalteriyani siz bittada olib ketsangiz, sizni biznesingiz rivojlanuvchi biznes bo'ladi. Nima uchun bunday deyapman? Agar siz biznesingizni moliyaviy jihatdan yurg'izmasangiz, buxgalteriyskiy omillar bilan yurg'izmasangiz, siz bilmaysiz biznesingiz foydadami yo zarardami, qayerga qarab ketyapti, pastga qo'layaptimi, tepaga chiqyaptimi, o'syaptimi, tushyaptimi yoki har doimgidek bir xil tepda ketyaptimi? Menimcha tadbirkorlar o'zini pulini hisoblab yurishi kerak. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Lekin siz o'ylaysiz, daromadim baland, lekin foydadaman deb o'ylaysiz. Bu xato. Daromadim past, demak zarardaman deb o'ylaysiz. Bu juda ham xato. Siz uni hisoblab yurmasangiz, bu holat masalan 1 yil bo'ldi yoki 6 oy bo'ldi. Siz buxgalteriyskiy omillar bilan ishlamadingiz yoki moliyaviy jihatdan do'koningizni analitik va sintetik yo'llar bilan hisoblamadingiz va moliyaviy jihatdan siz просто pulingizni tikyapsiz va pul qayerga tushyapti. Siz bunga ishonchingiz komil. Yo'q, xato, buni hisoblamasangiz siz bankrot bo'lib qolish ehtimoli prям 100%. Xo'p, buxgalteriya omillari xuddi shu omillarga bo'linadi. Черный va белый uchot hisoblanadi. Katta tadbirkor bo'lsa, sizga ham moliyachi, ham buxgalter,
ham белый учет, ham черный учet kerak bo'ladi. Ya'ni masalan bu yoqda realniy yurib borayotgan, ya'ni realniy savdo qilayotgan do'konimiz, bu yerda boya aytib o'tganimdek 100 million daromad qilyapti, 100 million savdo bo'lgan, 100 million tushum bo'lgan. Lekin siz o'ylashingiz mumkin, bu men foydadaman, demak 3-4 so'm bo'lsa ham foydadaman. Yo'q, umuman xato narsa. Masalan 100 million so'm savdo bo'lyapti, komissiya va logistikadan tashqari 80 million so'm sizga tushadigan pul. Xo'p, mana bundan tashqari yana uzum ombori uchun, uzum marketing uchun tovarlar tayyorlash xizmati bor, shular bor. Xo'p, mana bu yerda 112 million so'm tovarlar tannarxi. Savdodan tovar tannarxi, sotilgan tovarlar tannarxini ayirsak, bizda yalpi daromadga tushadi. Xo'p, yalpi daromadimiz va bu yerda soliqdan ayirib oladigan bo'lsak 33 million so'm siz prям minusdasiz. Ko'rdingiz, bu qanaqa holat? Biznesda o'sha bunaqa ketish bo'lsa, 2-oydan bankrot bo'lib qolish ehtimoli bor. 2 yo 3. Xo'p, bu oyda 33 million ziyonda qildingiz. Keyingi oyda normalniy qilib ko'tarib olishingiz mumkin, lekin 33 million просто pulingiz ketyapti. Shu tovaringiz neza shu sotilyapti, siz bu oyda o'sha 33 million pulingiz yo'q qilib yuboryapsiz. Yana bitta holat ko'rishimiz mumkin. Endi mana 9 millionga yaqin daromad qilyapti. Xo'p, 9 millionga tushum bo'lyapti, savdo bo'lyapti. 6 million so'm, 6,5 million so'm sizga tushadigan pul komissiya va logistikadan tashqari holati deyilgan. Siz sotilgan tovarlar tannarxi 4 millionga yaqin. Endi bu yoqda 89 ming so'm 1% soliqniki, ya'ni marketplacelar, onlayn savdo qiladigan aylanmadagilar 1% soliq to'laydi. Hop, bu yerda umumiyini aytsak, siz yalpi daromadingiz 2,5 million so'm tashkil qilyapti. Demak, 9 million so'm оборот bilan 2,5 million so'm foyda olish mumkin. Boyaga aytib o'tgan fikrlar xato narsa. Ya'ni boya aytib o'tgan fikrlar qanaqa edi? 9 million so'm daromad bilan siz men zarardaman deyish xato. 100 million оборот bilan men foydadaman deyish umuman xato. Buni siz buxgalterik moliyaviy jihatdan ko'rib borishingiz kerak. Shuning uchun ham biznesga, tadbirkorlarga, biznesmenlarga buxgalteriya va moliya nima uchun kerakligini mana shu holatda aytib o'tsa bo'ladi. Sizni, ya'ni pullaringizni boshqarib turuvchi shaxslardan biri desa ham bo'ladi. Endi bu uzum hisobot bo'yicha hisobot tortilgan, uzum hisobot bo'yicha hisoblangan. Endi buni konkretniy 0,0, ya'ni konkretniy foyda yoki zararda sizga ko'rsatib beruvchi biz MoySklad degan programmani ishlatamiz. Bu MoySklad qanaqa programma? Bu onlayn savdo qiluvchi marketplacelar uchun CRM tizimi hisoblanadi. Bunda qanaqa bo'ladi? Masalan, onlayn savdo qilyapsiz, siz onlayn savdo uchun uzumda kam qabul qilish holatlari, yo'qolish holatlari 100 ta borgansiz, lekin ular 100 ta qabul qilib olyapti, lekin 90 ta sotuvga qo'ygan. 10 tasi ular bilmayapti. Siz ham bilmayapsiz, 10 ta tovaringiz yo'q degan. Endi kichkina raqamlarda aytyapman, lekin siz 1000 ta, 2000 ta, 5000 ta, 10000 tagacha tovar yuboryapsiz. Bulardan 1% 100 tasi, 200 tasi 200 tasi kam qabul qilingan yoki to'liq qabul qilingan sotuvga chiqmayapti. Bu degani uzum o'sha yo'qotdi degani. Tovarni 100 ta yuboryapsiz, 100 ta qabul qildi, lekin 90 ta sotuvga chiqdimi, bu uzum yo'qotdi degani. Endi qarang, ikkinchi tarafi bor. 100 ta yuboryapsiz, lekin 80 ta yoki 90 ta qabul qilyapti-da, 10 ta yoki 20 tasi kam qabul qilingan. Buni uzum tan olmaydi. Ya'ni masalan qanaqa? Kam qabul qilib oldimi, o'sha sirasi uzum patteshga yozish kerak. Bo'lmasa uzum patteshga olmasa, bu siz tovarlar spisat degani, ya'ni tovarlar yo'qolib ketdi degani. Bu rasxod degani. Siz o'sha bunaqa narsa ko'payaversa, sizning biznesingiz bankrot bo'lish ehtimoli juda kuchli degani. Boyagi birinchi aytib o'tgan holatim qanaqa? Masalan, 100 ta yubordingiz, 100 ta qabul qilib oldi. O'sha 100 ta yuborgan qabul qildi, lekin sotuvga kam chiqdi. Buni lekin uzum o'zi hisoblaydi, o'zini oladi. Men haqiqatan ham qabul qilib oldim, lekin sotuvga kam qo'ydim. Qolganlari yo'qolgan. Bu holatda kompensatsiya to'lagan holatida uzum sizga sotuv narxida pul tashlab beradi. Ya'ni qanaqa? Masalan, 90 ming tovaringizdan 10 ta yo'qotgan. Tannarx 50 mingdan tovaringiz
o'ntasi 500 ming so'm bo'ladi. 10ta yo'qotgan. Lekin siz uni 90 mingdan sotyapsiz. O'ntasi 900 ming so'm bo'ladi. Sizga 500 ming emas, 900 ming so'm pulni tashlab beradi. Bu holat qanaqa? Bu to'liq qabul qilgan holatida bo'ladi. Masalan, 90 ta 100 ta yuboryapsiz, 100 ta qabul qildi, 100 kam sotuvga chiqardi. Kam sotuvga chiqarganlarni chiqargandan tashqari qolib ketganlarni o'zim kompensatsiyasi o'zini hisobiga oladi. Sotuv narxida sizga pul tashlab beradi. Lekin degan joyi bor. O'zim kam qabul qilsa qanaqa bo'ladi? O'zim kam qabul qilsa o'zim tan olmaydi. Ya'ni masalan, 100 ta yuboryapsiz, boya aytib o'tgandek 10 ta kam qabul qilyapti. 90 ta qabul qilgan, 10 ta kam. Bu yo'qoldi degan o'zim qabul qilmaydi. Buni joyida issig'ida o'zim poddeshkaga yozib, menejerlar bilan bog'lanib, meni shu raqamli nakladnoy bo'yicha shu SKyim yuborganman, shuncha son yuborganman, lekin kam qabul qilgan. Men haqiqatdan ham shuncha yuborganman. Nima uchun? Deb akt so'raysiz va sizga u akt tashlab beradi. 14 kun ichida bizga javobini aytamiz, javob bilan qaytamiz degan holat. Lekin bu degani 100% siz 10 ta tovaringiz qabul qilindi degani emas. Siz уже под вопрос 50-50 holatda bo'lasiz. Tovarlaringiz yo'qolib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Men kichkina raqamlar bilan aytyapman, bitta nakladnoy bo'yicha aytyapman. Lekin bunaqa nakladnoylar juda ko'p. Siz uni уже uzun poddeshka menejerlar bilan bog'lanib xabardor bo'lib turishingiz kerak. 1 oy ichida yo'q, uzog'i 1 oy, 2 hafta ichida 14 kungacha javob bermadimi, sira siz uzun menejerlar bilan bog'lanmaysiz. Uzun ofisiga sira borasiz. Uzun menejerlar bog'lansangiz, yana sizga qaytadan akt tashlab beradi. Akt tashlab bergan holatda yana ko'rib chiqamiz deyaveradi. Siz bilan bitta odam bilan bog'lansangiz, qaytib u odam bilan bog'lana olmaysiz. Ism bilan so'rasangiz bog'lab berishi mumkin. Undan ko'ra siz uzun ofisiga borib gaplashib, mana shu bo'yicha mana men shuncha nakladnoy yuborganman, shuncha tovarimni yuborganman, shu eski kam qabul qilindi va qabul qilib qo'y. Chunki siz tovaringiz bu yo'qolish arafasiz, biznesingiz bankrot bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, tovarlaringiz qabul qilinish bo'lyapti. O'zi qabul qildi. Demak, mana shu tovarlar qabul qilindi deb o'zim-o'zi oladi. Endi savol, nima uchun o'zim kam qabul qilib oladi? Buni omillari ko'p, buni yo'llari ko'p. Masalan, siz tovar tayyorlayotganingizda shtrix kodiga, masalan, chiqadigan chekiga yoki qog'ozchasiga shtrix kodi bo'ladi. O'shani to'liq formatda shu SKU shu-shudan yozilmagan. Ya'ni masalan 34 razmerdagi bejiviy bir narsa baletganmiz. Deb mana shu list bo'ladigan bo'lsa, qog'ozcha bo'ladigan bo'lsa, to'liq yozilmagan, yarmi qolib ketgan, yarmi chala qolib ketgan. Mana shu holat bo'yicha siz bitta tovarga yopishtirib yubordingiz, yuborganingizdan keyin uni qabul qiluvchilar bunday qaraydi. Buni yarmi yo'q ekan deydi, qabul qilish jarayoniga yuborib qo'yadi. Ya'ni kam qabul qilingan tovarlar неприятный sklad bo'limi uzun bor, o'sha tovarlarga yuborib qo'yadi. U o'sha boya aytgan holat bo'ladi. Endi bu birinchisi. Endi ikkinchisi, masalan, strechni siz to'liq yopishtirmagansiz, to'liq o'ramagansiz yoki shtrix kodda shunaqa taraflari bor. Masalan, bir xillari 3 tadan shtrix kodni yopishtiradi. Atay qabul qilsin, to'liq qabul qilsin. Siz bitta yopishtirib qo'ygansiz yoki ko'rimsiz joyga qolib ketgan, strech kam o'rab qo'ygansiz yoki strechingizda nimadir muammo bor, yoki yuk xatingizda nimadir muammo bor bo'lsa, o'zim uni tan olmaydi. Men qabul qilmayman bu tovarni deydi. Nebraskaga yuborib qo'yadi. Keyin boya aytib o'tganimdek, tovar tayyorlash xizmati bor uzumda. Sizda qabul qilgan, kam qabul qilgan tovarlaringizni oladi u strechlaydi, skochlaydi yoki strech kodlar yopishtiradi. Qabul qilib, o'zi tovar tayyorlash xizmatiga qaytadan qabul qiladi. Siz o'sha poddeshkaga yozgan holatingizda. Endi yana bitta holati bor. Masalan, siz bitta oyoq kiyim yoki любой narsani sotyapsiz. O'shaning rangini chorniy degansiz yoki chornesti degansiz yoki bejiviy degansiz yoki beli yoki shunaqa degansiz. Aslida rangi uni boshqacha. Masalan, pushta tovar olyapsiz, pushta rangi bo'yicha kirishdingiz. Lekin uni rangi qizg'ish bo'lishi mumkin. Ular har xil odam har xil tushunadi. Masalan, siz pushta deb o'ylayotgan narsangiz boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Masalan, rangini boshqacha qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shu holatda kam qabul qilinish jarayoni bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, tovar tayyorlash xizmati shundan kelib chiqadi. Xo'p, mo'ysklad haqida gaplashsak, mo'yskladimiz mana ko'raylik, real do'konlarda olib borayotgan mo'ysklad. Xo'p, mana shu holatga qaraylik. 100 million so'm dekabr mart oyi uchun tushum bo'lgan, savdo bo'lgan, servis stoyimati 71 million, yalpi daromad 30 million deylik, 29 million. Endi bu boya uzum bo'yicha ko'rganimiz
uzum bo'yicha ko'rganimiz. Xo'p, endi buni ichiga sizni полный shu biznes uchun ketadigan расходlarni yozish kerak. Chunki masalan, shu do'kon uchun, shu biznes uchun siz arenda oldingiz yoki ishchi ishlatdingiz yoki boshqa narsa qildingizmi, siz uni hisoblamasangiz, siz foydadaman deb yuraverasiz. Bu xato narsa. Siz o'zingizni o'zingiz aldatgan bo'lasiz-da. Masalan, uni hisobga olmasangiz 100 million daromad bo'ldi, yalpi daromadim 29 million. 29 million so'm daromad oldim, foyda oldim. Bo'ldi, yaxshi ketyapti deb yursangiz, siz uzog'i 2 oy yoki 3 oyga borishingiz mumkin, chunki sizni pulingiz tugaydi. Cho'ntakdagi hisob raqamdagi pullaringiz tugaydi, siz biznesga pul tika olmay qolasiz. Shuning uchun biznes bankrot bo'lib qolish katta ehtimoli bor. Bu yerda buxgalteriyskiy omil ishlaydi. Bu chorniy buxgalteriya. Ya'ni bitta tadbirkorni yoki biznesmenni yoki bitta biznesni ichini yoritib beruvchi analitik hisobot. 100 million so'm daromad, 71 million so'm себестоимость, 29 million so'm yalpi daromad. Xo'p, operatsion расходlarimiz 27 million 471 million 1 ming so'mni tashkil qiladi. Endi buni ichiga nima kirib ketadi deganda, bu yerda analitik buxgalteriya ishlaydi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, bitta operatsion расходlaringiz bo'ldi 27 million so'm. Lekin sizga qiziq bo'lishi mumkin, shu 27 million so'mni, 27 million 400 ming so'mni qayerga ishlatdim, nima uchun ishlatdim, qanday ishlatdim, kammi, ko'pmi degan savol tug'iladi. Bu yerda moliya va analitik buxgalteriya hisoblanadi. Ya'ni chorniy buxgalteriya. Xo'p, spesialingiz bo'lgan 3 million 400 ming so'm, 3 million 492 million so'm, 92 ming so'm. Bu qanaqa spesialniy? Boya aytib o'tganimdek, kam qabul qilib olgan tovarlar sizda yo'qoldi. Уже sizda biznesingizdan chiqib ketdi. Bu spesialniy degan, bu siz расходingiz degani. Bu yoziladi. Yoki omboringizda siz tovar olib kelyapsiz. Olib kelgan tovarlaringiz qanchadir yotib brak bo'lib qoldi yoki olib kelgan sразу brak ekan. Bularni hisoboti beriladi, shuncha brak. Mana shu braklar hisobotiga kiradi. Xo'p, arenda. 1 oylik arendangiz ko'rib chiqiladi. Endi bu kichikroq biznes ko'rib chiqyapmiz. Lekin realniy olib borilgan, realniy yurib borayotgan biznes bu. Realniy yurib borayotgan tadbirkorning do'koni. Xo'p, arenda 800 ming so'm oyiga. Bu dividend sizning foydangiz. Hali chiqmagan. Endi зарплата, ya'ni 1 million 500 ming so'm. Зарплата deganimiz, ya'ni oylik, masalan, yuk tayyorlash uchun fulfillmentga berayotganingiz yoki buxgalteriya berayotganingiz, ko'chani ishlatganingiz oyliklar hisoblanadi. Endi 56 million so'm kansellariya, masalan, stress, skotch, qop, zip paket, yana bu narsalar uchun ishlatayotgan расход hisoblanadi. Komissiya degani bu uzumdagi komissiya va logistika qo'shilgan holatdagi komissiyasi. Uzum o'zi uchun xarajatini oladi, ya'ni komissiya va logistikasi. Endi bu yoqda marketing, reklama, masalan, bu qanaqa расход? Uzum o'zi uchun siz uzumda marketing olib qo'ygansiz, marketing bo'limiga olib qo'ygansiz. Xo'p, o'sha marketingni hisobga oluvchi bo'lim, ya'ni sizni bir daftarchangizda bu. Masalan, 1 oy uchun nimalarga расход qildim, nimalarga ko'p расход qilib demak siz o'ylaysiz, mana shunga ko'p расход bo'lib qoldimikan, shuni kamaytirsam meni foydam ko'proq chiqadi. Bunga ko'p расход qilyapman ekan. Keyin bunday qaraysiz, demak men unga kamroq расход qilyapman ekan. Demak, shuni o'zi qoplayapti ekan, ko'p расход qilishim shart emas deb deysiz. Bu to'g'ri yondashuv. Mana shu tartibda ishlasangiz, sizni biznesingiz o'sha tizimlashadi. Tizimlashgan biznes rivojlanish ehtimoli juda katta bo'ladi. Ya'ni bankrot bo'lmaydi. Tizimlashish mana shunaqa holatlarda bo'ladi. Bu kichkina do'kon tartibida ko'ryapmiz. Xo'p, прочий расход. Bu прочий расходga nima kiradi? Masalan, ko'zda tutilmagan holatlar 1 oyda bir yoki yilda bir boshqa holatlar uchun hisoblanadigan расход. Xo'p, bular uchun nimalar kiradi? Masalan, arenda to'laysiz, skladingizda nimadir muammo bor, o'sha uchun ketdi. Masalan, sizni cho'tchigingiz nimadir bo'lib qoldi yoki biznes uchun stol olib qo'ydingiz yoki nimadir ko'zda tutilmagan holatlar расходlar kiradi. Transportning расход bu qanaqa ketadi? Masalan, uzumda ishlasangiz, siz bozorda yoki ishlab chiqarishdan yoki boshqa narsalardan skladingizga yuk olib keldingiz, siz to'ladingiz. Transportning расход yoki siz uzumga olib bordingiz, transportning расход, uzumdan mazar olib kelib transportning расход. Buni hisoblaysiz. Oyiga qancha transportning расход ishlatdim? Qani, ya'ni o'ylaysiz, masalan, 10 million so'm расход ishlatib olgan bo'lsangiz, Yandex faqat Yandex bo'yicha ishlayapti.
To'xta deysiz, 10 million so'm qimmat-ku Yandex. Undan bitta ishchi olay, o'zim mashinasi bo'lsin, 5 million so'm to'lay. Uni men har kuni ishni band qilmay, просто yuk chaqirganda topshiraman. 10 million расход qilgandan ko'ra 5 million so'm qo'liga bering, 10 million so'm meni cho'ntagimga qolyapti deysiz. Xo'p, keyingisi uzum skladi uchun. Bu do'konimiz uzum skladi 1 million 311 million 11 ming so'm hisoblayapti ekan. Ya'ni bu qanaqa hisob? Bu masalan uzum skladida siz tovarlaringiz qolgan uzum sklad saqlash xizmati uchun necha o'lyapti sizda? Agar sizni tovarlaringiz sotuvingizga nisbatan 1 million so'm bo'lsa, o'rtacha holat, lekin aslida yomon holat. Sizda umuman siz tadbirkor bo'lsangiz, siz sotuvingizni boshqarib turadigan bo'lsangiz, sizda uzum sklad uchun qolish kerak. Kam holatda qolish kerak uzum yechib oladigan pullar. Bu yerda 100 milliondan 1 million 300 menimcha past. Menimcha biznes uchun biznes оборот past, 1 million 300 qimmat demoqchiman. 1 million 300 demak uzumni ko'p tovarlar qolib ketyapti. Bularni ehtimolni olish kerak, buni qolmash kerak. Sizni cho'ntagingizdan lishniy pul ketyapti. Buni o'ylab, demak tovarlar qaytarib olish kerak yoki bunaqa tovarni qo'ymash kerak. Qaysi tovaringiz uzum skladi uchun расходga yozilyapti, o'shalarni qaytarib sotish kerak emas. Demak, bu sotuv bo'lmayapti bu tovar bo'yicha. Buni moliyaviy jihatdan olib borish kerak bu tartibda. Xo'p, endi operatsion расходlaringiz 1 million 637 ming. Xo'p. Mana shu operatsion расходlarga kiradi. Marketing emas, boshqa uzumdan tashqarilar. Endi sizning solig'ingiz bor. Siz soliqni hisoblab borishingiz kerak. Bu endi buxgalterskiy beli uchet bilan shug'ullanib boruvchilar hisoblanadi. Ya'ni solig'ingiz qancha bo'ldi? Siz masalan yatsida bo'lsangiz, aylanmada bo'lib tursangiz, endi hozirda 4 milliard 995 million so'mgacha bo'lganlar aylanmadagilar limit qo'yilgan prezident farmoniga asosan. Xo'p, oldin 1 milliardgacha edi. 1 milliarddan уже yaqinlashdimi yoki o'tib ketib qoldimi, уже endeks hisoboti bo'ladi. Shuni endeks o'tib ketib qolmasligi va soliq hisobotlar, soliq riski, soliqdan keluvchi xatlar, soliq bo'yicha ishlaydiganlar beli uchet hisoblanadi. Bu masalan beli uchetga kiradiganlar, masalan, siz soliqni yaxshi tushunmaysiz. Nima qilsam soliq kam to'layman yoki nima qilsam menga imtiyozlar bor, nima qilsam men soliq riskim kamayadi, qanday holatlar bo'lsa men soliqdan problema, umuman soliq bilan ishim bo'lmaydi, soliq menga yuzlanmaydi degan holatda bu yerda buxgalteriya qonuni beli uchet ishlaydi. Ya'ni masalan o'sha beli ucheti soliq imtiyozlari, masalan qonunchilik bilan ko'proq ishlaydi. Qanaqadir tadbirkorsiz yoki IT yoki boshqa tadbirkor bo'lsa, masalan marketplace bo'lsa, siz 1% soliq to'laysiz. Bu beli uchet qonun jihatdan ishlab boriladi. Keyin sizga tekshiruv, soliq tekshiruvlari qanday holatda chiqadi, qanday holatda soliq tekshiruvlari chiqmaydi degan omillar, qanaqa omillarga shu beli uchet javob beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, siz shaffof tizimda ishlayapsiz, polni shaffof bo'lyapsiz. Demak, soliqni ko'radi, sizga tekshiruv borish ehtimoli past bo'ladi. Agar siz yashiryapsiz, daromadni yashiryapsiz, kelgan tovar bo'yicha siz sotuv qilmayapsiz yoki prihod olmayapsiz, sotuv qilyapsiz yoki prihod olib turib sotuv qilmayapsiz, soliq kam ko'rsatyapsiz. Shunaqa holatlar bo'yicha sizda уже sayyor soliq tekshiruvi yoki soliq riski ko'payib ketib, sizga уже сразу soliqchilar kelib tekshiradi va sizga jarima qo'llash boshlaydi. Bu уже normalniy jarimalar, normalniy sizni cho'ntagingizga ketayotgan pullar, biznesingizni bankrot qiluvchi omillardan biri bo'ladi. Bu beli uchetda bir kichkinagina qanday ishlash tartibini ko'rsatib o'tdim, shu bo'ladi. Черный uchet esa sizni polniy foyda yoki zarar, analitik va sintetik omilni tekshirib beruvchi bo'ladi. Endi moliya bu biznesingizni qayerga boryapti, qayergacha bora oladi, hozir qanaqa yuryapti yoki qayergacha yura oladi, shu ketish bo'yicha yaxshimi yoki yomonmi, polniy analitik va sintetik tartibda hisoblab beradi moliya tizimi. Agar sizda uchalasi ham bo'lsa, siz biznesingizni polniy tepadan kuzatib turuvchi inson bo'lib turasiz. Xo'p,
mazmuni shu jihatda, bu yerda biz moliya qanaqa ishlanadi, buxgalterni 2ga bo'ldik, ya'ni belый va черный. Черныйni ham 2ga bo'ldik. Bu qanaqa ishlanadi? Sintetik va analitik. Analitikni ham ko'rdik, sintetikni ham ko'rdik. Belıyni ham ko'rdik. Hammasini qo'ldan kelgancha ozgina qismini aytdim. Aslida bular juda katta mavzu, juda katta narsalar desa ham bo'ladi. Uni ichiga kirib boraversa chuqurlashib ketaveradi. Buni chegarasi yo'q. Sizni biznesingizni mexanizlashtirish yoki sizni biznesingizni rivojlantirish, sizni biznesingizni qanaqa yuryapti, nima qilishligini ko'rib turish uchun sizga mana shu narsalar juda ham kerak bo'ladi. Agar siz boshida aytib o'tganimdek 100 million daromad qildim, demak foydalanaman deb shunday hisoblasangiz ham, tannarxini ayirib shunday hisoblasangiz ham aslida zararda bo'lishingiz ham mumkin. Yoki kamroq daromad qilib yoki 9 million, 10 million daromad qilib, demak zararda ekanman yoki yig'ishtiraman buni, sotuv kam bo'lyapti. Ha, to'g'ri, sotuv kam bo'lyapti, lekin foydadasiz siz. Sotuv kam bo'lyapti, lekin foydadasiz. Bu degani yaxshi degani. Lekin energiyasi ko'p ketyaptimi? Demak, sotuvni ko'paytirish kerak haqiqatdan. Lekin 100 million daromad qilib zararda chiqqandan ko'ra kamroq daromad qilib foydada chiqqani yaxshi menimcha. Shu holatlarni ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Manfaatli bo'lgan degan umiddaman.